Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Chiroyli yuzli shirin so'zli oila a'zolari mehriboni bo'lgan Risolatxon opa bilan bog'landikmi? Ha. Sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sota qilib qo'ymadimmi sizni? Tanimadim. Men sizni tabriklar uz kanalidan bezovta qilyapman. Bugun siz uchun eng yaqin insonlaringiz tomonidan yurakdan chiqqan so'zlari, samimiy tilaklar va shukrona kun tabriklari kelib tushgan ekan. Endilikda taxmin qilib ko'ra olasizmi? Kimdan deb o'ylaysiz? Bilmadim. Senim yo ukam yo jiyanlarimdir-da. Albatta, endi o'sha Bo'shdanmi? jiyanlaringizdan qaysi biri deb o'ylaysiz? Jiyanlarim kim ekan? Qurg'unoy, Yorqinoy, Barchinoy yo Nigaroymikin? Bular ichida yo'q. Ha. Bo'lmasam Muzaffarjon, Yo'q, ayol kishilardan. Bahodirjon. Ayol kishilarmi? Albatta. Unda nima Nargizaxon? Nargizaxonmi? Yo'q, afsuski ular ham emas. Ha, Ra'noxonmi? Yo'q. Yo Barnoxonmi? Bular ichida umuman yo'q. Bo'lmasam nima Maftunaxon? Yo'q. A? Ular ham emas. Maftu. Bir kelib bir kelmayapti, antinamiz yetmasdi. Maftunami? Yo'q, ular ham emas. Yana bir taxminlaringiz bormi yoki o'zim aytaveraymi sizni ham ko'p qiynamasdan? Mayli, o'zingiz ayting. Mayli unda. Sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qilguvchi, mehribon singiljoningiz va asosiy tabrik egasi esa Oysha qiz tomonidan kelib tushgan ekan, jiyaningiz. Oyshaxonmi? Albatta. Ha, shu Maftuna dedim-u. Ikkitasi bor-da uni. Ha, lekin bizga Oyshaxon deb aytilganda. Voy, rahmat. Rahmat. Bittasi nima Maftunada, bittasi Oyshaxon. Men bitirkazayaptini aytuvdim-da. Agar vaqtingiz olmayotgan Voy, bo'lsam, rahmat. ularni tabriklarni o'qib bersam maylimi? Ha, mayli. Assalomu alaykum. Mening mehribonim bo'lgan qadrli xolajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun dunyo yanada chiroyli, chunki bugun siz tug'ilgan kun. Siz bizning oilamizda mehribonligingiz, samimiyligingiz va doimo qo'llab-quvvatlashingiz bilan alohida o'rin tutgan insonimizsiz. Sizning kulgingiz xonadonga nur, shirin so'zlaringiz esa qalblarga iliqlik baxsh etadi. Xolajonim, siz faqat onamning opasi, balki biz uchun ikkinchi ona kabisiz. Har doim duo qilib, holimizdan xabar olib, mehringizni ayamasdan. Siz borligingiz biz uchun katta baxtdir. Ilohim, umringiz uzoq, sog'lig'ingiz mustahkam bo'lsin. Har bir yangi kuningiz quvonch, baraka va fayz bilan to'lsin. Yuzingizda tabassum hech qachon arimasin. Ko'nglingiz doimo tinch bo'lsin. Rahmat. Sizni juda ham qadrlaymiz va yaxshi ko'ramiz, aziz xolajonim. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizlarga ham, rahmat jiyanimga ham, rahmat. Suyunganimda yig'layapman, rahmat. Rahmat katta. Rahmat, aytganingiz kelsin. Ularga ham tan joni sog', umri uzoq bo'lsin. Sizlarga ham omadinglarni beraversin. Rahmat katta. Rahmat, Alloh aytganingiz rozi kelsin. bo'lsin. Hammadan ham chiroylik oyim. Mehri daryo, mehribon soyam. Mo'tabaram, munisam boyam. Jannatginam, jonim, xolajonim. Baxt quvonchga to'lsin oningiz. Qiynalmasin aslo joningiz. Shodliklardan o'tsin kuningiz. Mehribonim, jonim, xolajonim. Yoningizda bo'lsam har fursat. Topolmayman sizlardayin mard. Hayotingiz bo'lsin shirin u qand. Jannatginam, jonim, xolajonim. Xolajonim, mehribonim, yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman deya, mehribon,
Jiyaningiz va singiljoningiz tomonidan kelib tushgan ekan. Xo'p. Xo'p, mayli. Mehr oqibatingizga ko'z tegmasin, sog' salomat bo'lasiz. Rahmat. Xo'p. Qadrdonlar yig'ilgan kun, jigarjonlar yig'ilgan kun, dunyoning eng go'zal ayoli, bugun onam tug'ilgan kun. Fayzli xonadonimizga qut baraka yog'ilgan kun, keling dasturxonimizga, bugun onam tug'ilgan kun. Fayzli xonadonimizga qut baraka yog'ilgan kun, keling dasturxonimizga, bugun onam tug'ilgan kun. Tug'ilgan kun, bugun onam tug'ilgan kun, onajonim tug'ilgan kun. Gullarga to'lsin quchog'i, tabriklar hech bo'lmasin yakun.